Hozir yana bir timpana plastikani yakunlash arafasidamiz. No'g'ri bo'shig'ini ko'rsating. No'g'ri bo'shig'ini reviziya qilganda sangdoncha va o'zangi bog'lovi yemirilgan ekan. Bunaqa holatlarda ko'pincha sangdoncha olib tashlanib protez qo'yiladi. Lekin bizga mana bunaqa sement bor. Mana sement bilan bog'lovni yana boshqatdan tikladik. Ko'rishingiz mumkin. Круглоокnoga переdacha bor. Buni afzallik tomonlari shundaki, protez qo'ysangiz protez siljishi mumkin yoki chandiqlashishi mumkin. Mana bu holat eng zo'r holat hisoblanadi. Lekin afsuski hamma vaqtda bunday qilib bo'lmaydi. Bo'ladigan paytlarda qilamiz. Xudo xolasa bemorimizni eshitishlari zo'r bo'ladi. Azizlar, mana nog'ora parda chakka mushagidan olingan. Mana shu pardani qoldiqlari tagiga kirgizish kerak. E'tibor berish kerak. Molototchikning ustiga yotish kerak mana bu bolg'achaning ustiga.